Avvalambor assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa mana hozirgi vaqtda Hasanbo'ydagi obyektdamiz yana xudo xolasa. Bu tarafda korpusimiz birinchi etaji bitgan. Bu tarafda mana yarmini ikkinchi tarafini boshlab olganmiz. Bu yerda ham xulosa regellar tayyorlayapmiz. Materiallarimiz mana xudo xolasa 18 talikdan 8 talik qilib bunaqa uzun periodlarimizga 24likdan 4 ta 18lik 4 ta to'qiyapmiz. Xohlasa bitlarimiz ham betonga tayyor bo'lib qoladi. Bu tarafda mana xudo xolasa firmalar o'qish boshladik. Ya'ni ikkinchi etajimiz mana shunaqa temir turbadan 200 tali turbadan qo'yib kolonnalar o'rniga tevasiga firma to'qib tevasini yopib yuboramiz. Lombos tunuka bilan yopiladi xolos. Mana eskalarimiz bo'lgan. Bitta katta sex quryapmiz. Xudo xolasa mana yana xizmatlar bo'lsa, sexmi, uymi, qurilishlaringiz bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerimiz 97lik kodi bilan 555 66 91 raqamiga telefon qilsalar, xudo xolasa o'zimiz bilan bog'lanasizlar. Shunday xizmatlar bo'lsa bemalol xudo xolasa xizmatlarimizni qilib beramiz. Narx-navolar esa o'sha joyingizga qarab, vaqt soatiga qarab kelishilaveradi. Xudo xolasa shu 400 metrcha reglimiz tayyor. Xudo xolasa 1-2 kun ichida shunga ham beton olamiz. Qarab esa tomlarimiz ketyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doim salomat bo'linglar. Xizmatlar bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Shunaqa sexmi, uymi farqi yo'q. Qurilish sohasidagi barcha ishlarni qilamiz. 97lik kodi bilan nomerimiz 555 66 91 raqamiga telefon qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doim salomat bo'linglar.